Viloyatidan ishtirokchimiz E'zoza Fayzullayeva. Yana bir bor assalomu alaykum. Va alaykum assalom. E'zozaxon, raqam tanlaymiz. 12-raqam bo'la qolsin. 2 daqiqa. Boburnomada qayd etilishicha, uni Andijon va Qoshg'ar tomonlarida O'rchin, Hindistonda Pargana deyishadi. Nimani? Farg'onami? Farg'ona. Mango. Noto'g'ri. Ko'ktonlilar asariga ko'ra, Ko'ktonlining kenja farzandi kim? Ali. To'g'rilmi? To'g'rilmi? Keyingisi. So'z kimyosi kitobiga ko'ra, fransuz adibi Stendal tizimli ishlash oqibatida 2 oyda yozib tugallagan mashhur asari qaysi? Qizil. Qizil va qora. Noto'g'ri. Uyg'onish to'plamiga ko'ra pishib yetilmagan va yonib tugamagan ilmdir deya nimaga ta'rif berilgan? Uyg'onish to'plamiga ko'ra desa. Keyingisi. Taomning organizmga singishini ifodalaydigan hazm asli arabcha so'z. Uning ma'nosi nima? Singib ketish. Noto'g'ri. Parchalanish. So'zni o'zi turibdi o'sha yerda singish degan. Bu boshqa so'zda u. Afsus sizda bor yo'q.